Aziz do'stlar, mana bugun biza Norvegiyaga keldik. Norvegiyaga mana Rema kompaniyasiga Rodby degan joyda. Mana Rema kompaniyasi juda katta ekan bu. Mana katta холодильник. Shu produktda pitaniya turi ekan mana. O'zlari mashinalari, mana Rema mashinalari. Katta kompaniya ekan, skladlar ekan bu yerda, холодильникlar. Mana yerda aziz do'stlar, qarangizlar bu yerda mana Norvegiyada ham metan gaz bor ekan, mashin. Katta yuk mashinlar kelib zapravka qilib ketyapti, metan zapravka qilib ketyapti mana yerda. Gaz. Bag'da ham katta mashinlar gazda yurar ekan. Ko'p. Mana qarangizlar, bunaqa zapravkalar. Odam yo'q, mana operator. Karta qo'yilgan, o'zi zapravka qilib ketaverasizlar, metan. Qo'yili. Qayerdan gazda oladi bular? Gaz chiqami Norvegiyada? Juda salqin, bugun 2-avgust sanasi. Salqin joylar ekan. Italiyadan keldik. Mana mashinamiz. Aziz do'stlar, plus 2 gradus. Testani, pizzani xamirini olib kelganmiz testda. Pizza qilayotgan xamir olib kelganmiz. Bir fora mana 4 plus 2 gradus. Mana mashinchamiz. Volvo 500 talik. Mana shu mashinani qabul qildi yaqinda. Mana. Oldin Mercy edi. Mana shu yerga olib kelganmiz. 45 ga turdi mana yerga. Erta nasib bo'lsa inshaalloh 45 chiqadi. 45 pauza. Keyin ketamiz. Osloga qarab. Osloga bu yerda 30 kilometrda baliq yuklaymiz, ketamiz keyin. Italiyaga yana. Mana shu yerga keldi, mana yerda Begruzga qilsak. Shu yerga skladga ketamiz keyin. Mana aziz do'stlar, mana shu yerga. Mana Toychoq. Bizning Toychoq. Mana Toychoqcha. Norvegiyaga mana Rodby tuman ekanda. Shu yerga kelganmiz. Metan zapravka.